Biz işgaliyetdeki Müslüman. İşgaliyetdeki Müslümanlığının işgal kılgıçılığa karşı duruş mecburiyeti var. O teşkilattaki adamlarla bir şey emas. Siz pul tepiyotgan bolsanızmı, okuyotgan bolsanızmı, hatta ailedeki bir aile ayağını balavotgan bolsanızmı, sizning tuprog'ingizni ishg'ol qilib olgan dushman kuchliga qarshi sizningmi qo'lingizdan kelganicha bir jihad qilish majburiyatingiz bor. Bu bir farz ayn bu. Buni sizga hech kim deyishini hojati yo'q. Agar siz o'zingizni musulmon hisoblasangiz ham bu sizga avtomatik holda yuklangan. Unda bo'lgandan keyin siz bir kim demisimi namoyishga chiqishingiz lozim. Bir kim demisimi bolangizni shu nishonga qarata tarbiyalashingiz lozim. Bir kim deb qo'ymasimi pulni shu nishonga qarata tepishingiz lozim. Şu bizning vatan davosi qilganimiz amaliyotda bizning gardinimizdagi eng aqalli bir farz ayni ado qilganimiz o. Men mushu tushunchani, mushu ongni chet eldagi barliq musulmon Uyg'urlarda mutlaq bo'lishi kerak deb qarayman. Va nurg'un ulamolarimiz mushu ongni umumlashtirish uchun, mushu fikrni butun Uyg'urlarga yeyish uchun harakat qilish lozim. Mening eng dardlanadigan yerimdan birisi shu.